muzfm.uz Duo qilib tinmagan bu dunyoda bir donam, Tangrim suyib siylagan hoji onam boy onam. Duo qilib tinmagan bu dunyoda bir donam, Tangrim suyib siylagan hoji onam boy onam. Osmonimda oyonam, mehri buloq soyonam, baxtimga ming yil yashang hoji onam boy onam. Osmonimda oyonam, mehri buloq soyonam, baxtimga ming yil yashang hoji onam boy onam. Davlati farzandlari, mehnati savlatlari, davlati farzandlari, mehnati savlatlari, yo'q sira minnatlari, hoji onam boy onam. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. 10-fevral sanasi. Albatta Florida tabriklash agentligi bugun 80-da Fotima onajonimizni Umra safaridan kutib olish marosimidamiz. Albatta soat millari 7 ga yaqinlashib qoldi. Florida tabriklash kompaniyasi jamoasi har qanday ob-havoda, har qanday soat daqiqalarda hamisha xalqimizni va ko'ngilni ko'tarish maqsadida xizmatda. Bugun ham Fotima onajonimizni mana shunday dekoratsiyalar ila Umra safarlari onajonimizga avvalambor muborak bo'lsin. Ushbu onlarda o'zimizning tabriklarimizni yetkazamiz. Florida tabriklash agentligi sizlarga baxt va quvonch ulashadi. Assalomu alaykum Fotima onajon. Bugun qarangki, Allohning inoyati bilan oppoq qorlar ostida oppoq hoji onamiz yetib keldilar. Ilohim sog' bo'ling. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Ilohim hammamizni o'sha Alloh qo'yga yetkazsin. Ilohim hammamiz ham shu Ka'bani ziyorat qilishni nasib aylasin. Qarang, Fotima hoji onamiz yurtimiz uchun, farzandlari uchun, barchamiz uchun duoda bo'lib ziyoratlarni taqdim etdilar. Ilohim sog' bo'ling. Kirib kelayotgan tug'ilgan kunlaringiz ham muborak bo'lsin. Bugun oila a'zolaringiz, yaqin do'stlaringiz barchasi bugun sizni tabriklash uchun tashrif buyurdi. Ya'ni Florida tabriklash agentligi jamoasi bugun hammamiz sizni kutish uchun tashrif buyurdi. Albatta bugun farzandlaringiz, nabiralaringiz, do'stlaringiz aytadi. Boringizga shukr ona, hoji ona. Albatta bugun qancha dildagi so'zlarni aytsak shuncha oson. Borlig'ingiz bizlarga ortiq. Kimim bordir onamdan ortiq. Hol so'ramadim o'zimdan ortiq, onajon sizni yaxshi ko'ramiz. Mehringizdan yashnab yuramiz.
mag'rur qadam tashlab yuramiz dunyodagi eng tabarruk inson hoji ona jannatim onam sizni yaxshi ko'ramiz deb qolyapti barcha oila a'zolaringiz. Ilohim mana shu oilangizni boshingizda hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling, ziyoratlar qabul bo'lsin, hoji onaning lavozimlari muborak bo'lsin. Chiroyli qarsaklar ila tabriklaymiz. Keling, ko'klarimizni taqdim etamiz onajonimizga. Marhamat. Yaqinlaringizdan ko'p tilaklar, mana do'stlaringiz, onajonlarimizdan, oila a'zolaringizdan tabrik etsak, onajonimizdan, mulla onamizdan tabrik boshlasak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamsiyajonlar, qo'shnijonlar, xush kelibsizlar. Mana opajonim xush kelibdi. Hashara ketib hamma biz uchun duolarda bo'lib, yurtimiz uchun duolarda bo'lib, shuncha yo'llab o'tib, kelinlarim mo'ray bo'lsin, hojilik. Tug'ilgan kunlaring mo'ray bo'lsin, opajonim. Yuzlari 125 kirgina iloyim bolalar boshimizda sog' bo'l. Bizlar boshimizda sog' salomat, hamma vaqt yaxshi kunlarda uchrashinglar. Sog' bo'linglar hamsiyajonlar. Sizlarga ham katta rahmat. Hamsiyajonlarim sog' bo'linglar. O'g'illingiz va keliniz nomlaridan tabriklarimizni qabul qilasiz. Chiroyli qarsaklar bilan shirinlik toshimiz. Rahmat. Alloh farzandingiz akajonimiz, kelin-qo'shningiz nomlari taqdim. Butun oila a'zolaringiz nomidan hammamiz sizga bir karra umra safarlari bilan tabrik va muborakbod etamiz. Onajonimizni tabriklari marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun meni rahmat. Onajonim har safarlardan sog' salomat yetib keldilar. Mana biza kutib oldik sog' salomat. Avvalambor bu kishini ham tug'ilgan kunlarini yaqinda tug'ilgan kunlari bilan iloyim 125 kirib, farzandlari boshida sog' salomatgina o'ynab kulib, mana shunday yoshgina bo'lib haji ona bo'lishlarini tilaymiz. Iloyim uzoqda safarga ketgan o'g'illari, qizlari, nevaralari nomidan ham bu kishiga uzoq umr, salomatlik tilaymiz. Barcha hamsiyalar nomidan, mana qarindoshlar nomidan sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamisha bizning boshimizda hoji ona bo'lib yursinlar. Biz ham kelajakda bu kishini xudoshi yo'llarda nasib qilsin. Biz ham hajlarga ketib kelaylik. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Sizlarga ham sog' salomat, sog' bo'linglar bacham. Salomat bo'ling. Endi umra safarlarida duolarda bo'lgan onajonimizning yana shu ona yurtimizda ham duolarini, tilaklarini eshitsak, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xudodan istiqomat, shu Xudoning yo'liga hammani chaqirsin. Odamzod yoshligida ketsin ekan. Uni ham o'ziga yarasha mashaqqatlari bor ekan. Allohga shukr, sog' salomat kelamiz. Har kun 10 ta uda qazo qilmaydi. Faqat Xudodan so'raydikki, sog' salomat Allohning qiyda bo'lsa ham odamzodni amonatini o'zi maqsay oladi barlam. Xudo nasib qildiki, mana shu sog' salomat kelibmiz. Hammalaringiz sog' bo'linglar, rahmat. Shukr, mana shunday bachalarimga ham rahmat, qizlarim ham, o'g'illarimga ham rahmat, o'g'limga ham rahmat, kelinimga ham, hojimga ham, hammalaringizga qo'shnijonlarim sog' bo'linglar. Hammalaringiz uchun aynalib topib qildim Allohim, hammalaringiz urug'laringiz uchun 27 marta aynallik tafaqquq qildik shu narsani. Hamma ham iloyim shu narsaga yetsin. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sayam rahmat parchajonlarim. Rahmat hammalaringizga. Onajon, rahmat, salomat bo'ling. Endi sog'ligina bayramday bo'lish kerak. Chiroyli raqsga tushamiz hammamiz. Marhamat, chiroyli raqsga sizlarni taklif etamiz.
ne kaldı görmezden. Ah bu kabudar diyor ki beni ay yüzü dilber bunca çıraylı. Ah bu kabudar diyor ki beni ay yüzü dilber bunca çıraylı. Sevgili